Sizga bachadon ichi vositasi yoqmayaptimi, ya'ni spiral? Yoki bir necha marta operatsiya bo'ldingiz, kesir kesish va spiral qo'yisha olishmayapti, yoki siz tug'ib bo'ldingiz, bachadon dismorf, ya'ni bachadonda tuzilishida o'zgarishlar bor, yoki boshqa spiral turini xohlayapsiz, infeksiya tushmasligi uchun bachadonga, yoki tug'ib bo'ldingiz, chelak chiqdi, yoki homila tushib qoldi, qanday saqlash mumkin deganda sizga mana shunaqa implanon spiral tavsiya etiladi. Implanon qo'ygan spiral mana bugun 4 ta spiral qo'yibman azizlarim. Demak, bu qanday spiral? Mana bunday olinadi. Biz mana shu implanon spiral bular qo'yib bo'lganman. Bilakka qo'yiladi, cho'pday bo'ladi. Hayzning 5 kun ichida qo'ysa ham bo'ladi yoki har qanday kuni agarda siz aniq homilador bo'lmasangiz azizlarim. Xullas, etanorgestrel tashuvchi spiral bu. Opisaniyada yozib qoldiraman bu spiral xususiyatlari. Oliy toifali akusher-ginekolog, reproduktolog, xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna, sog' bo'linglar azizlarim.